O'tin-po'tinlarni ochib tashlab-da. U hamma o'zi egallab olibdi-yu. Egallab qulflab olishdi. Ochib qo'ysin, hamma qo'ysin, hamma foydalansin. Farg'ona viloyati hududiy qurilish inspeksiyasining navbatdagi manzili Yazovon tumani, Yazovon MFY hamda Bahor MFY mahalla fuqarolar yig'ini bilan birgalikda qo'shma qaror, ya'ni memorandum asosida monitoring ishlari olib borildi. Ya'ni ushbu mahalladagi joylashgan ko'p qavatli xonadonlarni umum foydalanish yerlarini egallab olish, yerto'la nazorati, yerto'ladagi har xil yo'laklarning kirish qismlari turli xil chiqindilar bilan, o'tinlar bilan egallab olish holatlari bo'yicha monitoring ishlari olib borildi. Aniqlangan kamchiliklar yuzasidan belgilangan tartibda mulkdorlarga nisbatan majburiy ko'rsatmalar elektron tizim orqali yuborildi. Majburiy ko'rsatma talablari o'z vaqtida bajarilmagan taqdirda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda tegishli bandlari bo'yicha ma'muriy javobgarlikka tortilishlari sabablari tushuntirilib, fuqarolarga targ'ibot ishlari olib borildi.